Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda kutilayotgan 24, 25 hamda 26 avgust kunlari uchun O'zbekistonda kutilayotgan tezkor ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq ma'lumot olish uchun iltimos qilgan bo'lardik, videomizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring va ko'rish davomida like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Bunaqa mahsulotlarning ko'pini ko'rganman deysizmi? Vulkan ishonchingizni to'liq oqlaydi. Erkaklar nima uchun aynan vulkanni tanlamoqda? Prostata bezi shamollashi va adennomasi alomatlarini bartaraf etishga yordam beradi. Peshob chiqarishdagi achishish hamda tez qatnash muammolaridan xalos etadi. Erkaklik quvvati va energiyasini oshirishga ko'maklashadi. Sifatli va hamyonbop vulkan mahsulotini hoziroq maxsus chegirma narxida xarid qiling. Vulkan salomatligingiz qo'riqchisi. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo asosan ochiq va quyoshli bo'ladi. Ayrim vaqtlarda havo biroz bulutli bo'lishi mumkin, ammo asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo kutilmoqda. Shamol shimoliy va shimoliy-sharqiy yo'nalishlarda sekundiga 5-10 metr tezlikda esadi. Kechasi harorat 20-25 daraja, kunduzi esa 34-39 daraja atrofida bo'lishi taxmin qilinmoqda. Nukusda 24, 25 va 26 avgust kunlari yog'ingarchilik ehtimoli juda ham past bo'lib, kunduzgi harorat taxminan 34-39 daraja oralig'ida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida 3 kun davomida havo asosan ochiq, quruq va issiq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shimoliy va shimoliy-sharqiy tomondan sekundiga 5-10 metr tezlikda esadi. Tungi harorat 19-25 daraja, kunduzgi harorat esa 35-39 daraja atrofida bo'ladi. Buxoroda 24 avgust kuni havo 37-39 daraja, 25-26 avgust kunlari esa 36-38 daraja atrofida issiq bo'lishi kutilmoqda. Toshkent, Jizzax, Samarqand va Sirdaryo viloyatlarida asosan ochiq va quyoshli ob-havo kuzatiladi. Yog'ingarchilik ehtimoli juda ham past bo'ladi. Ayrim joylarda havo biroz bulutli bo'lishi mumkin. Tungi harorat 15-22 daraja, kunduzi esa 30-36 daraja oralig'ida bo'ladi. Toshkentda kunduzgi harorat 24 avgustda taxminan 32-34 daraja, 25 avgust kuni esa 33-35 daraja, 26 avgust kuni esa 34-36 daraja atrofida bo'lishi prognoz qilinmoqda. Samarqandda esa kunduzi 32-35 daraja atrofida bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida issiq va quruq ob-havo saqlanadi. Osmon asosan ochiq bo'ladi. Yog'ingarchilik ehtimoli juda ham past. Shamol sharqdan sekundiga 5-10 metr tezlikda esadi. Kechasi havo 20-27 daraja, kunduzi esa Qashqadaryoda 35-40 daraja jazirama issiq, Surxondaryoda 37-42 daraja jazirama issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ham asosan ochiq va quruq havo kuzatiladi. Yog'ingarchilik ehtimoli past. Shamol shimoliy-sharqiy yo'nalishda sekundiga 4-9 metr tezlikda esadi. Tungi harorat 17-23 daraja. Kunduzi Andijon va Namanganda 32-36 daraja, Farg'onada esa 31-35 daraja atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'li va tog'oldi hududlarida nisbatan ancha salqinroq bo'ladi. Osmon qisman bulutli bo'lishi mumkin, ammo jiddiy yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi harorat 12-17 daraja, kunduzi esa 23-30 daraja oralig'ida bo'lishi prognoz qilinmoqda. Hurmatli tomoshabinlar, ob-havo haqidagi eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va videolarimizga like bosing. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.